Ve bu men obunachilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ve masalalarni obzor qilyapman. Archat dedim, men qarayman, arim chaqqanni. Allergiya berib yubordim manalar. Ikkala olib chiqdik. Xullas, o'sha yerga to'g'irdik. Ehtiyot bo'l oralar. Ari yomon ekan o'zi. Kuchayibdi rosa. O'zim aybim shu setka taqolmaganim, mashinamni chaqdi, yondirib yubordi mana. Allergiya berib yubordi, ambulatoriyaga chiqib ikkala oldik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yuzni qaranglar ahvolni. Qosh uchib ketgan. Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, asalarichilar, havaskor, yangi arichilar. Bugun mana 3-aprel Andijondamiz. Mana giloslar charos bo'lib otilib ketdi. Hamma yoqda gul yashnab, hamma yoq zo'r. Asalarilarda rivojlanishlar qattiq ketyapti. Hozir sizlarga bir asalarni yana bitta ishini ko'rsatib ketamiz. Asalarlar paketga tayyor bo'ldi o'sha pashti. Paket sotilishni boshlaydi. Shu 5 kun, 6 kun, bir haftani ichida 10-larda boshlanadi. 10-ga ham 5 kun, 6 kun vaqt qoldi. Endi bugun 3 bo'lsa 7 kun vaqt qoldi. Yaqinroq kelib oldi. Ko'rsatamiz. Mana shu ramkalar 4 kun, 5 kun oldin qo'yilgan. Bu sush deb qo'yamiz. Endi Rossiya mahallalarida qo'yganimiz uchun mana shu. Mana bu yerda 8 ramka ari. Yana ikkita sig'ar ekan shekilli, o'zi to'lib bo'ldi pashti yashiklarimiz. Shuna gaplar hozir ko'rsatamiz. Bismillah. Yaqin olib kelasa. Ellarni ko'rsatmana qachariq, mana gulchanglar mana. Gulchang nihoyatda ko'p. Mana ular ochiq, yopiq rasplot. Mana bu yog'i ham shunaqa ahvol. Chekalarni ko'rsat. Atroflari polni gulchang. Daji tuxumga ham joy ozroq qolyapti. Shuning uchun ona arilar qattiq ishlayapti. Buni ko'ramiz hozir. Mana shu ramka berilgan. Mana gulchangdan, asaldan boshqa yerlarda hammasida 1 kunlik, 3 kunlik nimalar bor, tuxum bor. Mana bu tarafda ham shunaqa gulchang, asal. Bunga endi hozir mana shu gulchang to'libdi-da, mana unga. Gulchang to'lgan. Mana oralarida, shu gulchang yo'q yerlarida tuxum bor. Hozir bundan 2 ta rasplot olib tashlaymiz, olib bunga nisbatan o'zi arilarimiz unaqa juda slabisi yo'q. Shunda ham bu nimalar mana yashnilar, tuxumlar. Tuxumlar. Hamma yo'q yaxshi normalni. Mana ona ari, mana obunachilar. Mana yaqinroq. Mana ona ari. Mana katta ona ari o'g'illar, mana asalar. Mana. Hozirgi kunlarda erkak ari hali
Bize aralarda içinde çıkka yok hali endi çıkadi endi. Şu bir 10 kunlarda içinde birer haftanın içinde erkekleri çıkadi. Hali çıkka yok. Bu yerda hozir ona arı bilan ishchi ari bor xolos. Hozircha mana endi hozir bu yerga nima qilib ketamiz? Sush beramiz. Hozir mana bu yerda birdamki ari sig'adigan joy qolgan. Endi bundan bir ikkita raspulut olib, bunga nisbatan sal silabiy bo'lsa ham bu oilaga nisbatan silabiylariga yordam sifatida berib beramiz. O'zi arilarimiz unaqa juda oshda silabiy emas. Endi biridan biri bir ikki ramka, bir ramka farqi bor. Shunaqa narsa hosillarga ko'rsataman qanaqa qilib. Mana 5 kun bo'lgan ikkita sush berilgan, shunga tug'ib o'zi to'ldirib hamma yo'qni yaxshi holati juda ham a'lo darajada. Endi men o'zi asalarini, oilalarini juda ham sal qalinroq baqaman, jipsroq baqaman. Ichkarida nimaga deganda ramka bersangiz ham, boshqa qilsangiz ham oxirgi pastki indilarigacha tuxum qo'yadi. Shunaqa qilib baqaman. Tutatib ham olaylik birar marta. Hech kun ishlatmaysiz deyishadi-da. Nimaga deb so'rashadi. Mana mononi olib tashlaymiz. Hozir sizlarga yana bittasini ko'rsatamiz. Bunisini ham olib tashlaymiz mana. Ikkovi ham yopiq raspulut. Meni artalayapti. Qimirlamay o'tir, talamaydi. Chaqdi ko'zimni. Ko'zim oldin chaqdi. To'xta. Qo'limni ham chaqdi. Mana uni taqib ol. Oy boshimda, ovaning boshimda eladi. To'xta. Hozir. Endi ishib chiqadi endi ko'zim. Setkani kiyib olishim kerakda boshda. Chaqmeda yuribman o'zimcha, chaqib oldi-da. Achchig'i tez ekan bu arilarda. Mana pusto ramkamiz qo'yapti buni. Sush beryapmiz. Bizda unaqa juda oshiqcha eski ramkalari yo'q. Har yiliga paket sotib turganimiz uchun ramkalarimiz almashtirib, yangi tortkizib turamiz. Shunaqa gaplar. Inasini olib bordiz-a? Ha? Yomon chaqdi. Hozir mana bitta sush berdik, ikkita raspulatni olib qo'ydik. Hozir ikkinchisini ham beramiz. İkincisini ham beryapmiz. Bu dunyoda jamiki jonzot odamzotni xizmatida bo'ladi. Yovvoyisi ham, xonakilashtirilgani ham. Bu endi bu ukamiz asalaricha masligi uchun, bu asalariga chaqayotganda, qattiq napadeniya boshlanganda ularga nisbatan qanaqa nima qilib kelish kerak, muloyimroq ishlash kerak, yumshoq ishlash kerak. Hozirlarga bir
master klass ko'rsatamiz. Bu hozir ukamizga chaqmaganligi uchun bo'lmasa ko'rsatmar edim. Hozir sizlarga ko'rsatamiz. Mana hozir bitta ramkani olamiz. Sizlar endi buni ichida anaqa tayyorlab qo'ygan bo'lishi mumkin demasin deb hozir sizlarga shunday mana ko'rsatamiz. Mana qarab turinglar. Mana tarafga o'tib olasanmi? Ha, o'tib olaman hozir. Mana asalari. Mana ishlayotgan arilar. Qarab turinglar endi mana. Kasini ushlaymiz-da endi buni. Liboyini ushlab Mana Hiç ketdimi? Ushlash ham qiyin bo'lyapti bular. Kuchligiligidan. mana bu asalari. Qarab turinglar. Men qo'limda turibdi. Mana. Qani. Hiç ketdi qoldi. Bo'lmadi. Hozir ko'rsatamiz buni. Buni hapsalar qilib qoldik. Qarab turinglar. Qanoti bo'lishi. Mana ari. Yo'q mana akalar, obunachilar. Og'zida akamizdan. Ana asalar chiqib ketdi. Ana, asalari chiqyapti. Bo'ldi, tushib ketdi asalar. Bu shunaqa narsa. Beyor narsa. Bunga nisbatan yumshoqroq muomalada bo'lish kerak. Hammasi inson uchun xizmat qiladi bular. Paket sezon keldi. Paket sotamiz. Nomerimiz 99lik 008 9053. Murojaat qilaverasizlar. Ekranga ham yozib qo'yaman obunachilar. Bemalol akamizga aloqaga chiqib, ma'lumotlarni, qolgan ma'lumotlarni so'rashingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana YouTube orqali, mana shu kanal orqali ko'rishishga xayr. Sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, shuncha kuzatdinglar, rahmat. Borlarga shukr, qo'ldan kelgancha obzor qildik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omonlikda ko'rishguncha yana shunaqa videolar, chiroyli videolarni chiqaramiz sizlar uchun. Borlarga shukr, keyingi videolarda ko'rishguncha.